Futbol jamoaviy o'yin. Ushbu so'zlarni yoshligimizdan futbol o'ynab, hammani aldab, o'zimiz gol urmoqchi bo'lganimizda do'stlarimiz, murabbiylar qulog'imizga quyishgan. Lekin futbolda ularni eshitmay, bir o'zi uchrashuvni hal qilib qo'yganlar ham bor. Bugun shunaqa futbolchilardan 5 tasini eslamoqchiman. Ya'ni bizda top 5 o'yinni bir o'zi hal qilib qo'ygan futbolchilar. Go'yoki maydonda faqat bitta futbolchi tuyulgandek. Juda ham qiziq mavzu menimcha. Sizlardan like, kanalga obuna, Shuhrat, Setanta Sports O'zbekiston kanali tayyor bo'lsanglar boshladik. Darvozabonlardan boshlaymiz. So'nggi oy qahramoni Alisson va Kurtuva. Faqat 2022-yilgi Kurtuva. Alidan boshlasak, PSG va Liverpool Chempionlar Ligasida 1-8 da to'qnash kelishdi. Mavsum bo'yicha Merseyside klubi kuchliroq edi, lekin PSG ham yomon tayyorlanib kelmagan edi. O'yin boshidan mezbonlar, ya'ni PSG hujum qilishni boshladi va hujumdagi tezkor triosi Liverpool himoyachilarini qiynashni boshladi. Dembele, Kvaratskhelia, Barkalya Liverpool himoyachilaridan o'tishsa ham, lekin aynan darvozabonidan o'tisha olmadi. Butun o'yin davomida PSG Angliya jamoasi darvozasiga 27 ta zarba berdi. Ulardan 10 tasi aniq zarbalar. Ulardan faqatgina bir donasi gol, u ham bekor qilindi. Natijada Liverpool butun uchrashuv davomida bir dona zarba berib, bir dona gol bilan yutib ketmoqda va o'yinda gol urgan Elliot emas, shuncha zarbani qaytargan Alisson qahramonga aylandi. Navbat Kurtuvaga. Endi Liverpool qurbon va 3 yil orqaga qaytamiz. 2022-yilgi Chempionlar Ligasi finali Real Madrid bilan bahs. Jamoalar tarkibi deyarli bir xil. Ikki jamoada ham liderlar, yulduzlar yetarlicha edi, lekin kutilmaganda o'yin qahramoni Real Madrid posboni Kurtuva bo'ldi. Liverpoolning 24 ta zarbasini qaytarish yana Chempionlar Ligasi finalida. Bu shunchaki dahshat. O'sha o'yin haligacha esimda. Liverpool Realga qarshi emas, xuddi faqat Kurtuvaga qarshi o'ynagandek tuyulgan edi. Mane tepadimi, Salah tepadimi farqi yo'q. Kurtuva bu o'yinni, bu kubokni bir o'zi yutib bergan desa adashmaymiz. 4-o'rin. Rostdan ham bitta o'yinli futbolchi desa adashmaymiz. Lucas Moura Tottenham va Ajax uchrashuvi. Tottenham va Ajax Chempionlar Ligasi 18-19 mavsumida yarim finalda to'qnash kelishgan. Birinchi o'yinda Ajax o'z uyida 1-0 hisobida yutadi va deyarli finalni hal qilgan edi. Ma'lumot uchun Ajax Tottenhamgacha Real, Juventus kabi top jamoalarni turnirdan chiqazib yuborgan edi. Demak, Tottenham bilan javob uchrashuvi 55-daqiqa. Hisob 2-0. Ajax yana urdi va umumiy hisob 3-0 bo'ldi. 3-0. Ajax finalda deb turgan paytda kutilmaganda o'zi Harry Kane jarohati sababli maydonga tushgan Lucas Moura birdan futbol yulduzidek o'ynab ketgan. Birinchi golda super tezlik, ikkinchisida brazilchasiga top bilan muomala va yana super gol va 96-daqiqada so'nggi daqiqa-yu so'nggi soniyalarda urib ketgan 3-goli, ya'ni hat-trick tufayli Tottenham finalga yo'l oladi. Natijada Ajax yana bir oltin davri bilan Chempionlar Ligasini yuta olmagan. Tottenham esa finalga chiqdi-yu, lekin baribir sovrinni yuta olmadi. Lekin asosiysi Lucas Moura tarix yozdi. 3-o'rin. Bugungi topda o'yinni bir o'zi hal qilib, lekin natijada g'alaba qozona olmagan yagona futbolchi. Bu futbolchi-yu, bu o'yinni siz yaxshi eslay olasiz. Kylian Mbappe 2022-yilgi Jahon chempionati finali. O'zim Mbappe birinchi o'ringa qo'ymoqchi edim, lekin birinchidan u bu o'yinda yutmagan, ikkinchidan bu o'yinni ko'pchilik biladi. Men esa ko'pchilik bilmaganini birinchi o'ringa qo'ydim. Xullas, Mbappega kelsak, Qatardagi Jahon chempionati finali. Messi uchun bu ikkinchi final. Xuddi Mbappe kabi. Messiga qaraganda Mbappe bundan oldingi Jahon chempionati finalida bo'lgan va yutgan, lekin shunga qaramay baribir motivatsiya bor edi. Messi hisobni ochmoqda. Ketidan Di Maria 2-0. Menimcha hammasi tugadi. Argentina va nihoyat chempion deb turganimizda, yog'i ssenariy bilasizlar nima bo'lganini. Mbappedan penaltidan gol. 1 daqiqa o'tib fantastik gol va hisobni tenglashtirdi. Messi penaltidan ursa ham 118-daqiqada yana gol, hat-trick va penaltilar seriyasida ham golni amalga oshira olgan. Lekin afsus, jamoadoshlarining noaniq zarbalari tufayli Mbappe hat-trick qilsa ham, umuman olib qarasak 4 ta gol ursa ham futbolchiga yana bir bor jahon chempioni bo'lishga berishmagan. Bu uchrashuvni, umuman Mbappe qilgan bu ishini menimcha futbol muxlislari hech qachon esdan chiqarmasa kerak. Ikkinchi o'rin endi hat-trick emas, undan ham ko'proq qilgan, ya'ni poker qayd etgan Lewandowski. O'zi bu topga Robertni Bundesligadagi 9 daqiqada urgan pentatrick, ya'ni 5 ta golni ham qo'shsak bo'lar edi. Lekin shaxsan menga 2013-yili Chempionlar Ligasi yarim finalida Real darvozasiga urgan 4 ta goli qiziqroq va muhimroqdek tuyuldi. Mourinho Realni bu o'yinga haqiqiy monster jamoa sifatida tashrif buyurgan. Finalda El Clasico bo'lishi mumkin edi, lekin yarim finalda Real va Borussia Dortmund o'rtasidagi birinchi uchrashuvdayoq Robert Lewandowski hech qanaqa El Clasico bo'lmasligini ko'rsatib qo'ygan. 3 ta o'yinda bitta penalti bilan va hammasi o'ng oyoq
kelmoqda. Umumiy hisobda 4 ta gol bilan birinchi o'yinda Dortmund 4-1 hisobida g'alaba qozongan. Javob o'yinida Ronaldo bilan Real qancha harakat qilmasin, Robertning pentatrikiga bu kamlik qiladi va finalda El Clasico emas, Der Classic ro'y bergan. Birinchi o'rin Rivaldo va uning hat-triki tufayli Chempionlar Ligasiga yo'llanma olgan Barselona. Bu haqiqiy kino. Demak, 2001-yilga qaytamiz. La Ligada so'nggi tur. Barselona 5-o'rinda va Chempionlar Ligasiga yo'llanma olishi uchun 3 ochko yetmayapti. Va so'nggi turda aynan 4-o'rinda ketayotgan Valensiyaga qarshi o'ynash kerak edi. Juda ham muhim o'yin. O'zi Barsa o'sha mavsum ancha oqsagan edi. Faqatgina Rivaldo jamoani tortib yurgan. 36 ta gol va 10 ta assist bilan. Valensiya esa eng prime davri. 2 marta Chempionlar Ligasi finaliga chiqqan Valensiya aynan o'sha edi. Xullas, dramatik o'yin boshlandi. 3-daqiqani o'zidayoq Rivaldo jarima zarbasidan super gol, lekin Valensiya hisobni tenglashtirmoqda. Birinchi bo'lim so'ngida esa Rivaldodan chiroyli harakatlar va hisob 2-1. Hozircha Chempionlar Ligasi yo'llanmasini aynan Barselona olmoqda. Lekin Valensiyadan yana gol 2-2. Valensiyaga durang ham yetarli edi. 87-daqiqa. Barsa 10 kishi bo'lib hujumda. Rivaldoga pas va Rivaldodan qaychi uslubida shedevr gol. Butun Barselona shahri shokda. Jamoa 4-o'rin bilan Yevropaning asosiy turniriga yo'l olmoqda. Rivaldo esa futbol tarixida bitta o'yinda bir o'zi hal qilganlar orasida eng zo'riga aylangan deb bemalol ayta olaman. Futbol tarixida bunday vaziyatlar talaygina. Qachonki futbolchi uchrashuv ssenariysini bir o'zi yozib qo'yadi. Sizlar yana qanaqa futbolchini bilasizlar? Izohlarda yozib qoldiringlar. Agar bu video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Shuhrat bo'ldi. Setanta Sports O'zbekiston kanali. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.